1967-yil ishlab chiqarilgan gaz 21 avtomobilni ko'rsataman. Ko'rib turibsizlar, mashinaning holati juda ham zo'r. Xo'p, kraskalarni polni noldan asvit qilib sepib qo'yishgan ekan. Chiroyli rangda sepilgan. Lexuslarning rangi bo'ladi-yu. Belly jemchuk deydi, shunaqa ranglarda turibdi. Holati juda ham zo'r. O'zini zavod motorlarda stok holatda stenlarni chiroyli qilib tashkil qilib qo'yishgan. Elektronli oynalarda mashinaning giramishi yo'q ekan. Ideal holatda ekan mashina. Bemalol ko'rib proyektga ishga olishingiz mumkin ekan. Chiragan, ezilgan joylari yo'q. Hamma yog'i zo'r holatda turibdi. Даже bamferlargacha ideal bo'lib turibdi. Bunaqa mashinalar noyob mashinalar hisoblanadi. Bemalol retro sifatida yig'sanglar ham bo'ladi, qo'yib qo'ysanglar ham bo'ladi. Oldin oblisovkalarni qaranglar. Hozir motorni atchikkan ko'rsataman sizlarga. Motorni atchiklarini qaranglar turishini, jaluzilargacha idealni qo'yib qo'yishgan ekan. Atchik qaranglar, tomosha qiladigan mashina. Holati zo'r. Bor yo'g'i 2900 ga bosib yuboringlar, yurib qolinglar.